Salom aziz tomoshabinlar. Bugun siz uchun hayotiy ahamiyatga ega shoshilinch xabar bilan murojaat qilyapman. Agar siz pensiyangizga qo'shimcha to'lovlarni kutayotgan bo'lsangiz yoki umuman pensiya tizimi bilan bog'liq masalalarda adashayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men sizni ogohlantirmoqchiman. Aniq bir hujjatlar to'plamisiz. Sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar hisoblanmasligi mumkin. Bu juda muhim ma'lumot. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim xabar ko'proq odamlarga yetib boradi. Muammoning mohiyati aziz do'stlar, pensiya tizimida so'nggi yillarda qator o'zgarishlar amalga oshirilganini yaxshi bilasiz. Ilgari ko'p hollarda qo'shimcha to'lovlar, masalan, yoshga doir ustamalar yoki qaramog'ida bo'lganlar uchun nafaqalar deyarli avtomatik tarzda yoki juda soddalashtirilgan tartibda hisoblab berilar edi. Ya'ni pensiya jamg'armasi o'zida mavjud bo'lgan ma'lumotlar bazasiga tayangan holda ko'pchilik qo'shimcha to'lovlarni mustaqil ravishda hisoblab chiqishga harakat qilardi. Ba'zi hollarda fuqarolardan faqatgina umumiy ariza talab qilinib, qo'shimcha hujjatlarga ehtiyoj kam bo'lardi. Bu bir tomondan qulay edi, ammo boshqa tomondan ma'lumotlar aniqligiga doim ham to'liq kafolat berilmas edi. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Hukumat qarorlari va qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar sababli pensiyalarga har qanday qo'shimcha to'lovlarni olish tartibi qat'iylashgan. Endi nafaqat avtomatik hisoblash kamaygan, balki qo'shimcha to'lovlarni olish uchun fuqarolardan muayyan hujjatlarni shaxsan taqdim etish talab qilinmoqda. Asosiy sabablar orasida pensiya tizimida shaffoflikni oshirish, mablag'larning maqsadli ishlatilishini ta'minlash, ortiqcha to'lovlar yoki xatoliklarning oldini olish hamda afsuski, ba'zi soxta hujjatlar bilan bog'liq holatlarga barham berish bor. Bu o'zgarishlar fuqarolar uchun ma'lum bir noqulaylik tug'dirishi mumkin, ammo yakuniy maqsad adolatli va aniq pensiya ta'minotini yo'lga qo'yishdan iborat. Shuning uchun bugundan boshlab siz o'zingizga tegishli bo'lgan har qanday qo'shimcha to'lovni olish uchun faol bo'lishingiz va talab qilinadigan hujjatlarni yig'ishingiz shart. Aks holda siz haqli bo'lgan mablag'dan quruq qolishingiz xavfi mavjud. Men sizga hozir qaysi hujjatlar ayniqsa muhimligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Batafsil tahlil. Nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanish kerak? Kimlar esa yo'q. Keling, avvalo pensiyalarga qanday qo'shimcha to'lovlar mavjudligi va ular kimlarga berilishi mumkinligini ko'rib chiqaylik. Bilamizki, pensiyalarga ustamalar va qo'shimcha to'lovlar juda ko'p turli mezonlarga asosan belgilanadi. Bular orasida eng keng tarqalganlari quyidagilardir. 1. Yoshga doir ustamalar. Ma'lum yoshga yetgan shaxslarga, masalan, taqo'din yoshdan oshgan pensionerlarga beriladigan qo'shimcha mablag'lar. Mehnat stajiga doir ustamalar. Qonun hujjatlarida belgilangan minimal mehnat stajidan ortiqcha ishlagan shaxslarga har bir ortiqcha yil uchun hisoblanadigan qo'shimcha to'lov. Qaramog'ida bo'lgan oila a'zolari uchun, agar pensionerning qaramog'idagi a'zolarning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, talabalar yoki nogironligi bor shaxslar bo'lsa, ularga beriladigan qo'shimcha to'lov. Maxsus xizmatlar uchun urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, davlat mukofotlari sohiblari, faxriy unvon egalari va boshqa imtiyozli toifadagi shaxslarga beriladigan ustamalar. 5. Nogironlik uchun, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan qo'shimcha mablag'lar. 6. Ayrim hududlarda yashaganlik uchun berilishi mumkin bo'lgan kompensatsiya xarakteridagi to'lovlar, agar hududiy sharoitlar uchun shunday belgilangan bo'lsa. Xo'sh, kimlar tashvishlanishi kerak? Birinchidan, agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kiruvchi pensioner bo'lsangiz va pensiyangizga qo'shimcha to'lovlar hisoblanmagani yoki hisoblangan bo'lsa-da, yaqinda sharoitlaringiz o'zgarganini sezgan bo'lsangiz, siz albatta tashvishlanishingiz kerak. Misol uchun, qaramog'ingizga farzand olgan bo'lsangiz, yoshingiz haqimdan oshgan bo'lsa, yoki mehnat stajingiz tasdiqlanmagan qismi bor deb hisoblasangiz, sizda muammolar bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yaqinda pensiya jamg'armasidan biror xat olgan, ammo unga e'tibor bermagan pensionerlar yoki onlayn tizimlardan foydalana olmaydigan, axborot texnologiyalaridan uzoq bo'lgan keksa avlod vakillari ehtiyot bo'lishlari kerak. Ular yangi qoidalardan bexabar qolishlari oqibatida o'z huquqlaridan mahrum bo'lishlari mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz yaqinda pensiyangizga qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirgan bo'lsangiz, barcha hujjatlarni taqdim etgan bo'lsangiz,
va tegishli to'lovni olib turgan bo'lsangiz, hozircha tashvishlanishingiz shart emas. Chunki sizning ma'lumotlaringiz yangilangan va tasdiqlangan. Ammo hatto bunday holatda ham ma'lum vaqt o'tgach, masalan, bir necha yildan so'ng ba'zi hujjatlarni qayta taqdim etish talab qilinishi mumkinligini unutmaslik kerak. Shuningdek, agar sizning vaziyatingizda hech qanday o'zgarish bo'lmasa va barcha ma'lumotlar pensiya jamg'armasida to'liq va to'g'ri aks etgan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Lekin profilaktika uchun doim hujjatlaringizni tartibda saqlash va tekshirib turish tavsiya etiladi. Endi esa ushbu ogohlantirishni yanada aniqroq tushunishingiz uchun bir nechta real hayotiy misollarga murojaat qilaylik. Birinchi misol, qaramog'idagi oila a'zosi uchun ustama tasavvur qiling, 7 yoshli Omon aka nogironlik pensiyasini oladi. Uning 11 yoshli nabirasi bor, ota-onasi yo'q. Omon aka nabirasini qaramog'ida deb pensiyasiga qo'shimcha olmoqchi. Ilgari u shunchaki ariza yozgan bo'lishi mumkin edi va mahalla fuqarolar yig'inini tasdiqlash xati yetarli bo'lgan. Endi esa vaziyat boshqacha. Qo'shimcha to'lovni olish uchun Omon akadan nabirasining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, ota-onasining vafot etganligi haqidagi guvohnomalar nusxalari, vasiylikni tasdiqlovchi rasmiy hujjat agar rasmiylashtirilgan bo'lsa va hatto nabirasining maktabdan ma'lumotnomasi talab qilinadi. Bu maktab ma'lumotnomasi uning o'qiyotganligini va o'zini o'zi ta'minlay olmasligini tasdiqlaydi. Agar bu hujjatlardan bittasi yo'q bo'lsa, masalan, vasiylik rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki maktabdan ma'lumotnoma olib kelinmasa, Omon aka nabirasiga beriladigan qo'shimcha to'lovni ola olmaydi. Pensiya jamg'armasi xodimlari bu holatda qat'iy talablar qo'yishadi. Chunki bu mablag'larning aniq shaxslarga yetib borishini ta'minlash uchun zarur. Ikkinchi misol, mehnat stajiga doir ustama misol uchun 65 yoshli Zuhra xola qishloq xo'jaligida 4 yil ishlagan. Qonun bo'yicha standart 35 yildan oshgan har bir yil uchun ma'lum miqdorda qo'shimcha to'lov beriladi. Zuhra xola o'zining mehnat daftarchasini olib kelgan. Mehnat daftarchasi pensiya hisoblash uchun asosiy hujjat hisoblanadi. Ammo uning 20 yillik ish staji kolxozda ishlagan davriga to'g'ri kelgan va o'sha paytdagi ish haqidagi ma'lumotlar arxivdan tasdiqlanmagan. Chunki o'sha yillarda kolxozlarda ish haqini hisoblash tizimi zamonaviy korxonalardagidan farq qilgan va ko'pincha daftarlariga qo'lda yozib borilgan. Pensiya jamg'armasi ushbu davrni tasdiqlovchi hujjatni, ya'ni arxiv ma'lumotnomasini talab qiladi. Agar Zuhra xola bu ma'lumotnomani qishloq kengashlaridan yoki tuman arxivlaridan olib kelmasa, uning pensiyasi faqat 35 yil staj bo'yicha hisoblanadi va qo'shimcha to'lov berilmaydi. Buning sababi o'sha yillardagi ma'lumotlarning aniqligini ta'minlash va afsuski, soxta hujjatlarning oldini olishdir. Zuhra xola endi arxivga murojaat qilib, o'zining mehnat davri va ish haqi haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlatish shart. Bu jarayon bir oz vaqt talab qilishi mumkin, lekin uning to'liq pensiya olishi uchun muhim. Uchinchi misol, yoshga doir ustama va yashash joyini tasdiqlash. Faraz qilaylik, san biz 2 yoshli Xolmat bobo. U haqmi yoshdan oshganligi sababli pensiyasiga qo'shimcha olish huquqiga ega. Ko'pchilik bu avtomatik ravishda amalga oshadi deb o'ylaydi. Chunki pasportda tug'ilgan sanasi ko'rsatilgan. Ammo yangi qoidalar ba'zi hollarda bu qo'shimcha to'lovni olish uchun pasport nusxasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, agar pasportda aniq ma'lumotlar yetarli bo'lmasa, masalan, yoshga oid barcha ma'lumotlar to'liq aniq ko'rsatilmagan bo'lsa va yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma talab qilishi mumkin. Agar uning pasportidagi yashash manzili haqidagi ma'lumotlar eski bo'lsa va u yangi manzilda yashayotgan bo'lsa, unga yashash joyidan mahalla fuqarolar yig'inining ma'lumotnomasi talab qilinadi. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari yashash joyida borligini tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Ayniqsa agar pasportdagi ma'lumotlar eski bo'lsa. Bu kabi kichik ko'rinadigan detal aslida katta farq qilishi mumkin. Agar Xolmat bobo eski manzildagi pasporti bilan kelib, yangi yashash joyi haqida hujjat taqdim eta olmasa, bu uning ustama olishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Istisnolar, to'siqlar va nozik jihatlar har qanday qoida bo'lgani kabi, pensiya tizimida ham istisnolar, kutilmagan to'siqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Ular haqida bilish sizni ko'pgina muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar, ba'zi toifadagi fuqarolar uchun ayrim hujjatlarni taqdim etishda yengilliklar bo'lishi mumkin. Masalan, jahon urushi qatnashchilari, Afg'on urushi faxriylari davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun O'zbekiston qahramoni unvoni bilan
taqdirlangan shaxslar yoki nogironlik guruhi bo'lgan shaxslar ba'zi bir ma'lumotnomalardan ozod qilinishi mumkin. Ammo bu ularning umuman hujjat taqdim etmasligini anglatmaydi. Ulardan ham shaxsini tasdiqlovchi hujjat, imtiyozli maqomini tasdiqlovchi guvohnoma kabi asosiy hujjatlar baribir talab etiladi. Muhimi, har bir holatda pensiya jamg'armasi xodimi bilan maslahatlashish lozim. Chunki har bir imtiyozli kategoriya uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. To'siqlar va qiyinchiliklar. 1. Eskirgan yoki noto'g'ri hujjatlar eng katta muammolardan biri. Eski pasportlar, nikoh guvohnomalari, mehnat daftarchalaridagi yozuvlarning noto'g'riligi yoki to'liqsizligi qo'shimcha to'lovni olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Misol uchun, mehnat daftarchangizda ishdan bo'shatilgan sana ko'rsatilgan, lekin ishga qabul qilingan sana yozilmagan bo'lishi mumkin. Yoki familiyangiz o'zgarishi natijasida ba'zi hujjatlardagi ma'lumotlar hozirgi familiyangizga mos kelmasligi mumkin. Bularning barchasi qo'shimcha tekshiruvlarni va kechikishlarni keltirib chiqaradi. 2. Yo'qolgan hujjatlar, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, oliy ma'lumot diplomlari agar ustama uchun kerak bo'lsa, kabi hujjatlarning yo'qolishlarini qayta tiklash uchun ko'p vaqt va kuch talab qiladi. Ba'zi hollarda sud orqali hujjatlarni tiklashga to'g'ri keladi. Bu esa jarayonni yanada murakkablashtiradi. 3. Byurokratik kechikishlar. Arxivlardan ma'lumotnomalar olish, sud qarorlarini kutish yoki boshqa davlat idoralaridan tasdiqlovchi hujjatlarni olish jarayoni uzoq davom etishi mumkin. Bu pensionerlarning haqli ustamalarni kechikishiga olib keladi. Kerakli bo'limni bilmaslik. Ko'pchilik pensionerlar qaysi hujjatni qayerdan olishni bilmasligi mumkin. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazlari, arxivlar, mahalla fuqarolar yig'inlari, FHDga fuqarolik holati davlatnomalarini yozish bo'limlari o'rtasida adashish holatlari tez-tez uchraydi. Bildirishnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Pensiya jamg'armasidan kelgan har qanday xat, SMS xabar yoki ogohlantirishni jiddiy qabul qilish kerak. Ular ko'pincha sizdan qandaydir ma'lumotni yangilash yoki hujjat taqdim etishni so'rashadi. Ularga javob bermaslik qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Nozik jihatlar. 1. Ariza berish sanasi. Ustamalar ko'pincha siz ariza bergan sanadan boshlab hisoblanadi. Agar siz kech murojaat qilsangiz, avvalgi davrlar uchun qo'shimcha to'lovni ola olmasligingiz mumkin. Shuning uchun har qanday o'zgarish sodir bo'lganda imkon qadar tezroq pensiya jamg'armasiga murojaat qilish muhim. 2. Qaramog'idagi shaxsni isbotlash murakkabligi. Voyaga yetmagan bolalar yoki talabalar uchun qaramog'ida ekanligini isbotlash ancha oson. Tug'ilganlik guvohnomasi, maktab yoki OTMdan ma'lumotnoma. Biroq mehnatga layoqatsiz kattalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun bu jarayon murakkabroq bo'lishi mumkin. Ularning mehnatga layoqatsizligini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik guvohnomasi. Shuningdek, ularning o'zi ta'minlay olmasligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar talab qilinadi. Ba'zi hollarda bu holat mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan ham tasdiqlanishi mumkin. Hujjatlardagi nomuvofiqliklar. Hujjatlarda ism, familiya, ota ismining turli variantlarda yozilishi, masalan, Aliyev o'rniga Aliyev, tug'ilgan sanadagi kichik xatolar ham muammo keltirib chiqarishi mumkin. Barcha hujjatlarda shaxsiy ma'lumotlarning bir xil bo'lishini ta'minlash shart. Agar nomuvofiqliklar bo'lsa, ularni sud orqali yoki tegishli idoralar orqali tuzatish talab qilinadi. Pensiya turining o'zgarishi. Ba'zida pensiya turini o'zgartirish, masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tish, qo'shimcha to'lovlar miqdoriga ta'sir qilishi va yangi hujjatlarni talab qilishi mumkin. Bu holatda ham barcha hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va zarur bo'lsa, yangilarni taqdim etish lozim. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Aziz tomoshabinlar, hozir men sizga juda muhim va aniq amaliy maslahatlarni beraman. Bu qadamlar ketma-ketligiga riyoya qilish orqali siz pensiyangizga tegishli qo'shimcha to'lovlarni olishingizni kafolatlashga harakat qilishingiz mumkin. Birinchi qadam, o'zingizning huquqingizni aniqlang. Birinchi navbatda siz qaysi turdagi qo'shimcha to'lovga da'vogar ekanligingizni aniqlashingiz kerak. Yuqorida sanab o'tilgan yoshga doir, mehnat stajiga doir qaramog'adagilar uchun yoki boshqa maxsus ustamalardan qaysi biri sizga tegishli? Agar sizda bir nechta sabab bo'lsa, masalan, taqdimdin yoshdan oshgan va qaramog'ida nogiron farzandi bor. Bularning barchasini inobatga oling. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, pensiya jamg'armasining eng yaqin bo'limiga borib, dastlabki
maslahat olishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlar ro'yxatini tuzing va ularni yig'ing. Qaysi qo'shimcha to'lov turiga da'vo qilayotganingizga qarab tegishli hujjatlar ro'yxatini tuzing. Umumiy qilib aytganda, sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Fuqarolik pasporti yoki ID karta, asli va nusxasi. Bu sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlovchi asosiy hujjatdir. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va nusxasi va uning tasdiqlangan nusxasi. Agar mehnat stajingizda uzilishlar bo'lsa yoki ba'zi yozuvlar aniq bo'lmasa, tegishli arxivlardan ma'lumotnoma. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Agar yoshi bo'yir ustama yoki tug'ilganlik sanasini tasdiqlash uchun kerak bo'lsa, nikoh guvohnomasi. Agar er yoki xotin pensioner bo'lsa va ustamaga ta'sir qilsa, qaramog'idagi shaxslar uchun. Ularning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, pasport nusxalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, agar talaba yoki o'quvchi bo'lsa, nogironlik guvohnomasi agar nogiron bo'lsa. Ota-onasining o'lim guvohnomasi yoki sudning vasiylikni belgilash to'g'risidagi qarori, agar vasiylikda bo'lsa. Maxsus xizmatlar uchun davlat mukofoti guvohnomasi, faxriy unvon berilganligi haqidagi hujjat, urush faxriysi guvohnomasi va boshqalar. Yashash joyidan ma'lumotnoma, mahalla fuqarolar yig'inidan. Bu sizning doimiy yashash joyingizni tasdiqlaydi. Bank hisob varag'i raqami, pensiya to'lanadigan bank kartasi yoki hisob varaq. Uchinchi qadam, hujjatlarning haqiqiyligini va to'g'riligini tekshiring. Har bir hujjatning haqiqiyligini va barcha ma'lumotlarning ism, familiya, tug'ilgan sana, familiyalar o'zgarishi va haqiqat to'g'riligini tekshiring. Hujjatlardagi har qanday nomuvofiqliklar yoki xatolar qo'shimcha to'lovni hisoblashni kechiktirishi yoki rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar shunday holat aniqlansa, darhol tegishli idoralar, FHDYO, sud orqali ularni to'g'rilash choralarini ko'ring. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Barcha hujjatlarni yig'ib, tekshirib chiqqaningizdan so'ng eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan boring. Siz davlat xizmatlari markazlariga ham murojaat qilishingiz mumkin. Chunki ular ko'plab pensiya xizmatlarini ko'rsatadi. U yerda mutaxassislar sizning hujjatlaringizni ko'rib chiqishadi va ariza yozishda yordam berishadi. 5-qadam, ariza yozing. Ariza standart shaklda bo'ladi, lekin unda siz qanday turdagi qo'shimcha to'lovni so'rayotganingizni aniq ko'rsatishingiz kerak. Ariza matnida o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, pensiya guvohnomasi raqamini sizga tegishli bo'lgan ustama turini va ushbu ustamani olish uchun asos bo'ladigan holatlarni, masalan, taksin yoshdan oshganligim sababli, qaramog'imda voyaga yetmagan nabiram borligi sababli va hokazo batafsil yozing. Shuningdek, arizaga ilova qilinayotgan barcha hujjatlar ro'yxatini ham to'liq ko'rsatib chiqing. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu borada yordam berishga majbur. 6-qadam, hujjatlarning nusxalarini va arizaning qabul qilinganligi haqidagi kvitansiyani saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Taqdim etgan barcha hujjatlarning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Shuningdek, arizangiz qabul qilinganligi haqidagi kvitansiyani yoki arizaning ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi ma'lumotnomani albatta oling. Bu hujjatlar sizning murojaatingiz tasdiqlanganligini isbotlaydi va kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklar yoki muammolarda asos bo'lib xizmat qiladi. Kvitansiyada ariza berilgan sana, ro'yxatga olish raqami va uni qabul qilgan xodimning ismi sharifi bo'lishi kerak. 7-qadam, kuzatuvda bo'ling. Arizangizni topshirganingizdan so'ng pensiya jamg'armasi sizning murojaatingizni ko'rib chiqish uchun ma'lum muddatga ega. Agar ma'lum muddat ichida sizga javob kelmasa yoki pul to'lanmasa, qayta murojaat qiling. Telefon orqali yoki shaxsan borib, arizangizning holati haqida so'rab boring. Ba'zida qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ularga darhol javob berishga tayyor bo'ling. Yakuniy xulosa, aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, pensiyalarga qo'shimcha to'lovlarni olish masalasi juda jiddiy yondashuvni talab qiladi. Qoidalardagi o'zgarishlar va shaffoflikka intilish natijasida endi sizdan ko'proq mas'uliyat va faollik talab qilinadi. Bu jarayon bir oz murakkab tuyulishi mumkin, ammo unutmaslik kerakki, bu sizning haqli pulingiz. Shuning uchun beparvo bo'lmang, yuqoridagi maslahatlarga amal qiling va hujjatlaringizni doim tartibda saqlang. Har bir kichik detal muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sizningcha pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar to'g'rimi? Qaysi hujjatlarni yig'ish siz uchun eng qiyin bo'ldi? O'z fikrlaringizni va tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring.
bu boshqa tomoshabinlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yana ko'plab muhim ma'lumotlarni siz bilan bo'lishishda davom etamiz. O'zingiz va yaqinlaringiz haqida g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.